bugun yotoqxonamizga yoki bo'lmasa bolalar xonasiga nima uchun gul qog'oz mumkin emas? Shular haqida ustoz sifatida uzoqiylik tajribalarimdan kelib chiqib fikrlarni o'rtoqlashmoqchiman sizlar bilan. Nima uchun mumkin emas? Avvalo, inson uchun komfort kerak. Komfort deganda biz qimmatbaho remont emas, bir narsalar pul sarflab bir narsalar qilish emas. Komfort oddiylik. Komfort deganda yorug'lik, issiqlik va kislorod kerak xonaga. Shu bo'lsa bu inson uchun komfort. Endi qulaylik bor. Qulaylik. Siz divan olishingiz mumkin, kreslo, stol bir narsalar qilishingiz mumkin. Bu qulaylik. Avvalo insonga birinchi o'rinda komfort kerak. Kislorod, yorug'lik va issiqlik. Endi biz yotoqxonamizga ya'ni gul qog'oz yopishtirdik. Mo'ysha oboy yopishtirdik. Mana ko'p kuzatgansizlar. Hattoki men kecha ham borib kuzatib keldim. Bir joyga borsam mo'ysha oboy yopishtiribdi xonaga, yotoqxonasiga. Nima bo'ladi? Avvalo insonga kislorod kerak. Bosh og'rig'i, o'zingizni lanj qilishingiz, charchat his qilishingiz, yaxshi uyqu bo'lmasligi, uyqu qochishi, yomon salbiy holatlar ko'p kuzatiladi. Bu hammasi bilib qo'ying. Kislorod yetishmasligidan. Bu uni oldindan gapirib o'tganman, oldingi videolarimda ham bor. Kislorod yetishmasligidan. Mo'ysha oboy yopishtirsak, xonada kislorod qolmaydi. Siz bilan men kislorodni iste'mol qilamiz, ya'ni kislorod olamizda zaharli modda qilib chiqaramiz, ya'ni karbonat angidrid, ya'ni uglekislый gaz qilib chiqaramiz. U yerda kislorod qolmasa biz nima bo'ladi? Yomon ahvol. Qon, shu bosh og'rig'i, qon yaxshi bormaganligidan. Avvalo yurakimiz sog'lom bo'lish uchun, yurak sog'lom ishlash uchun kislorod kerak. Yurak sog'lom ishlasa, qon butun tanamiz bo'ylab yetib boradi. Bosh og'rig'i bo'lmaydi, hamma tomonlama yaxshi bo'ladi. Avvalo kislorod kerak. Shunday ekan, men kategorически, ya'ni umuman man qilamanki, ustoz sifatida 30 yillik tajribadan chiqib shuni man qilamanki, umuman ko'p o'tiradigan, ko'p o'sha yerda bo'ladigan xonalaringizga mumkin emas deyman. Mo'ysha bo'ylar, u yerda havo qolmaydi. Agar sizda shunday bo'lsa, kommentarga yozib keting. Agar sizda shunday bo'lsa, bir kunda qish bo'lsa ham 2 marta havolaringizni shamollatib turishingiz kerak. Afsuski bir narsa bor, bizga hali ventilyatsiya tizimlari yetib kelmadi. Deylik domlarda bor, issiqlik domlarda bor, lekin xonadonlarimizga kirsak, ventilyatsiya tizimi haqida ma'lumotga ega emas. Nima uchun ventilyatsiya tizimi qilinishi kerak? Bu inson uchun eng kerakli narsa. Ventilyatsiya, ya'ni havo aylanishi inson uchun kerak narsa. Yana bir narsaga ko'rganman, xonaga kirsangiz insonni bosadi. Ranglar to'q, svet xira. Bu xonada beixtiyor o'zingizni yomon his qilasiz. U yerda 1 soat, 2 soat odamlar shunday yashaydi ko'plar. 1 soat, 2 soat o'tirsangiz odamni bosadi. Keyingi safar men ranglar haqida ham, ranglar psixologiyasi haqida ham gapiraman, chunki men bu bo'yicha 4 yil o'qiganman, ya'ni ranglarni yaxshi bilaman. Ranglarda qanchalik insonga ta'siri bor, kayfiyatiga, ruhiyatiga ta'siri bor. Shular haqida ham bir chiqish qilaman. Avvalo yoriq qiling. E'tibor bering, qish bo'lsa ham 2 marta shamollatishingiz,ga iloji bo'lsa oboylaringizni ko'chirib tashlang. Yengil havo o'tkazuvchi ranglardan, emulsiyalar deymiz, foydalaning. Yoki bo'lmasa qog'oz oboy, o'zidan havo o'tkazadigan qog'oz oboylardan foydalaning. Keyin albatta oboyni salbiy hisslar. Endi oboychilar xafa bo'lishmasin bu yerda. Oboy o'ziga chang oladi. Qachonki mana qish kunda biz uy isitgan paytimizda havoni harorati quriydi, ya'ni havo quriydi. Qurigan paytda bilasiz, siz bilasiz, havo quruq bo'lgan paytda qayerlarda yotgan changlar ko'tariladi va ertalabga qarabsizki, changda tomoq og'rig'i, shamollash, hamma shu yomon bakteriyalarni yutamiz biz. Shunday ekan e'tibor bering. Bu chiqishim agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta like va podpiska bosing. Shunday qiziqarli chiqishlar bilan chiqtiraman. Savollar bo'lsa albatta kommentarlarga yozing. Rahmat.